Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli körürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Aziz körürmənlər, qahraman əcdadlarımız ayni çağdakı intayin zor və murakkab şəraitlərə qaramasdan 1933-yili 11 ayının 12-ci günü Qashqarda Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetini, yana 1944-yili o'xshash oy va o'xshash kunda G'uljida Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurib chiqish orqali butun Sharq Turkiston xalqining kurash irodasini, qahramonlik ro'yini va o'ziga o'zi xo'ja bo'lib mustaqil yashash orzusini dunyoga namoyon qilgan edi. Chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarining va Uyg'ur jamoatlarining 1933-yil qurilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining 90 yilligini va 1944-yil qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetining 79 yilligini butun dunyo miqyosida nihoyat dog'doli holda xotirlashi chet ellik kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Siyasi analizchilar buni Uyg'urlarning mustaqillikka bo'lgan orzu va ishonchining kundan-kunga ish berayotganligining jonliq namoyandasi deb qaramoqda. Bo'libmi Dunyo Uyg'ur Qurultayı tarafidan har bir minutda 10 mingdan ortiq inson o'tadigan Nyu-Yorkdagi dunyoga mashhur Times maydonidagi cho'ng ekranda Cumhuriyet kunimizni tabriklab tarqatgan e'lon filmi 11 va 12 noyabr kunlari maydondagi ekran oldidan o'tgan millionlagan kishilarning kuchli diqqatini qo'zg'ab qolmasdan har qaysi ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimizni alayda söyündirdi. Qurultayning mazkur e'loni har 2 soatda bir qatim cho'ng ekranda takrorlanib turdi. Dünya Uyg'ur Qurultayı tarafidan Cumhuriyet günimiz münasibəti bilan 11 noyabr kuni e'lon qilingan axborotda Sharq Turkiston xalqining navbatda elib berayotgan milliy harakati bo'lsa, dal yuqorqi ikki jumhuriyatimizni barliqqa keltirgan milliy kurashimizning davom bo'lib, xarakter, g'oya va maqsad jihatda birdeklikka ega. Bu sharafli va muqaddas da'vo uchun yuksak ishonch va ixlos bilan kurash qilayotgan hozirgi zamon fidokor avlodlarimiz bo'lsa, yuqorqi ikki jumhuriyatimizning haqiqiy meroschilaridan iborat deb ko'rsatildi. Qurultayning axborotida mundaq deyilgan: Gerçi bu ikki jumhuriyatimiz ayni chog'dagi imperialist kuchlarning siyosiy suiqasd natijasida o'zining mavjudligini saqlab qololmagan bo'lsa-mu, ammo bu ikki jumhuriyatdan Uyg'ur xalqiga intayin qimmatli angishtarlar miros qolgan edi. Bu angishtarlar milliy mustaqillikning simvoli hisoblangan oy yulduzli ko'k bayroq, istiqlol marshi, davlat girbi va bu angishtarlarni keyingi avlodlarga miros qoldirish yo'lida qurbon bo'lgan sonsizlagan qahramonlarning kurash irodasi edi. Dünya Uyg'ur Qurultayı bütün Sharq Turkiston xalqining Cumhuriyet bayramini qutlaqlash bilan birga bizga muqaddas ikki jumhuriyatimizni baxsh etgan va bizga qimmatli angishtarlarni miros qoldirib ketgan Sobit Domillam, Xo'ja Niyoz Hoji, Muhammad Imom Bug'ra, Alixon To'ra, Ahmadjon Qosim boshchiligidagi bütün qahramon ajdodlarimizga cho'nqur ehtirom bildirdi. Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida qurbon bo'lgan bütün aziz shahidlarimizni cheksiz sevgi ichida abadiyan yod etadi. Sharq Turkiston xalqi o'zining mustaqillik irodasidan hech bir zaman bo'shib qolgan yo'q. Muhojiratlik fidokor xalqimizning uzun yillik tinimsiz kurash qilishi va o'zlarining milliy irodasidan aslo voz kechmasligi natijasida bugun Sharq Turkiston masalasi rasmiy usulda xalqaro bir masalaga aylandi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining, Yevropa Birligining va Amerika boshchiligidagi muhim davlatlarning kun tartibidan o'rin olishga boshladi. Muqaddas vatanimizning hech bir zaman Xitoyning bir partisi bo'lmaganligini, Xitoyning mustamlikasi ostidagi bu aziz tuproqda yashayotgan Uyg'ur xalqining o'ziga o'zi xo'ja bo'lib, hur va mustaqil yashashni orzu qilganligini va bu g'oyasiga yetish uchun har qanday zo'r badallarni to'lashga hozir ekanligini butun dunyo jamoatchiligi tonib yetdi. Uyg'urlarni qo'llash chuqonlari butun dunyoni larziga silishga boshladi. Shuning ishonchimiz komilki, qaysar, kurashchan, fidokor, ixlosmand Uyg'ur xalqi o'zining mustaqillik g'oyasiga hamon bir kuni cho'qim yetadi va qahramon ajdodlarimiz miros qoldirib ketgan oy yulduzli ko'k bayrog'imizni aziz vatanimizning samolarida javlon qildirish sharafiga noil bo'ladi. Dünya Uyg'ur Qurultayıning raisi Dolqin Iso apandim 11 noyabr Norvegiya Uyg'ur komitetining uyushtirishi, Dünya Uyg'ur Qurultayı, Uyg'ur Yevropa madaniyat markazi va Uyg'ur Yevropa ansambli qatorliq o'rinlarning moslashishida Cumhuriyet kunimizni va Norvegiya Uyg'ur komiteti qurilganligining 20-yilligini xotirlash munosabati bilan Osloda o'tkazilgan marosimda qilgan tabrik so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Bugun haqiqatan xosiyatli bir kunda, Cumhuriyetimizning qurilgan kunida va shundaqla Norvegiya Uyghur Komitetimizning qurilganligining 20 yilligi kunida 11 noyabr 2023 yili 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 11 noyabr 2023
Abiyetimi de tuttuk. Sizlerdeki kıymetli saptaşlarım bilen, vatandaşlarım bilen, sanatkarlarımız bilen birli bulalığından üzerine ait bahtiyar his kılımam. Bunun 90 yıl ilgiri ve 79 yıl ilgiri aziz, kahraman, peşkadam bizden rehberlerimiz, dairlerimiz bizge muşundaq bir xasiyetli bir Cumhuriyet gününü kaldırıp etken. Gerçi bu Cumhuriyet günümüz fiili bulup vatanımızda yaşamagan olsun ama kalbimizde her zaman yaşap geldi. Bugün belki haberimizde bak görgense Şerif Türkistan bayrağı aziz vatanımızda cevlan kılamagan olsun mu? Bugün kalbimizde bir şey cevlan kıldı. Dünyanın her yerde milyonluğun halkımız bu günün kalbide hatırlayıp yiyordu. Vatanlı halkımız çoğunluğu da hatırlayıp yiyordu. Belki köyün anladığı gidek sosyal medyada dünyanın en çok merkezlerinden biri olan New York'ta ve bir minutta 50 binden artık adam ötüdüğün Times Square'da Şerif Türkistan bayrağı lepildep açık ekranda Şerif Türkistan Cumhuriyet Günü mübarek olsun diyen heves bizden özümüzde vatanımızda lepilisi yükseltmeden olsa ama dünyanın merkezlerinde insanlarımızın kalbinde her zaman lepildep duruyordu. Şununla biz ümidimizi yok atlaştırmamız gerek. İnşallah Cumhuriyet Günümüzü tebrikleştiren birge çok üçüncü ve en ahirki Cumhuriyetimizni, mengü yaşaydıgan Cumhuriyetimizni sizler bilen biz çokum böyle kurumuz. Amin. Oslo'da ötküzülgen təbrikləş murasimida Uyghur Avrupa ansamblının vətənpərvər sənətkarları tərəfindən vətən həsrəti və söygüsü namayan qılınğan mol məzmunluq sənət nömrələri göstərildi. Murasimda yana Dolqun İsa əpəndimning hazır qədər Şərq Türkistan milli müstəqillik görüşümüz üçün göstərib kelgan fidakarlığı və davayımızga qoşqan töhfəsi üçün Norvegiya Uyghur Komiteti tərəfindən ton keydirildi. Cumhuriyet günümüz münasibati bilan 12 noyabr har qaysi ellarda yaşayotgan Uyg'urlarning hoyla aramlari va balkonlari vatanimizning ayıltuzluq ko'k bayrog'i bilan bezaldi. Sharoit yer bergan davlatlarda, shahar markazlarida, imkoniyat bo'lmagan davlatlarda uy-uylarda bayroq chiqarish va istiqlol marshimizni o'rinlash marosimlari o'tkazildi. Dünya Uyghur Qurultayının Qozog'iston rahbarlari ham vakillarining o'rinlashtirishi bilan 12 noyabr kuni Olmati shahridagi bir zalda jam bo'lgan necha yuzlagan Uyg'urlar ikki jumhuriyatimizning qurilishi uchun hayotini taqdim qilgan milliy rahbarlarimizdan Sobit Damullam va Ahmadjon Qosim boshchiligidagi butun shahidlarimizning ro'yi uchun Fatiha o'qishdi. Ikki jumhuriyatimizning qurilish jarayoni haqida ma'lumotlar berildi. Xotirlash faoliyatida so'z qilgan har qaysi Uyg'ur rayonlarining yigit boshlari, jamiyatlik tashkilotlar rahbarlari, ziyolilar o'zlarining 3-qatimliq mustaqil jumhuriyatimizni qurib chiqishga bo'lgan ishonch va orzularini ifoda qilishdi. Olmaotada o'tkazilgan tabriklash marosimida so'z qilgan Dünya Uyghur Qurultayının Qozog'istondagi oliy maslahatchisi, milliy ustozlarimizdan Qahramon Xo'jambardi apandi 30 va 31 oktyabr kunlari Dünya Uyghur Qurultayi tarafidan Tokioda chaqirilgan Xalqaro Uyg'ur munbiri parlament a'zolari uchrashishi seminariyasi haqida, shundaqla Dünya Uyghur Qurultayining xalqaro siyosiy sahnalarda olib berayotgan faoliyatlar haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Qozog'iston Uyg'urlarini, bo'libmi Qozog'istondagi Uyg'ur yoshlarini Uyg'urlarning kelgusida o'zlarining mustaqil jumhuriyatini takror qurib chiqishga bo'lgan umid va ishonchisini ham kurash irodasini aslo bo'shashtirib qo'ymaslikka chaqirdi. Qirg'izistonning intayin murakkab vaziyati qarmasdan 12 noyabr Qirg'iziston Uyg'urlarimi Dünya Uyghur Qurultayining Qirg'izistondagi bosh vakolatchisi peshqadam kurashchimiz Ro'zmamat Abdulboqiyev apandimning boshlamchiligida Qirg'izistonning Novopokrovka Uyg'ur yezisining masjidida jam bo'lib Cumhuriyet kunimizni xotirlash va aziz shahidlarimizni yod etish faoliyati o'tkazdi. Xotirlash faoliyatiga Qurultayning Qirg'izistondagi vakillari, Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining a'zolari, har qaysi rayonlardagi yigit boshlari, xonim-qizlar guruhining mas'ullaridan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Ikki jumhuriyatimizni qurib chiqqan aziz shahidlarimizning ro'yi uchun Fatiha o'qish bilan boshlangan xotirlash faoliyatida Qurultayning Qirg'iziston vakili, peshqadam jurnalist va yozuvchi Akbarjon Bovdon, Uyg'ur oqsoqollaridan Dilmurod Akbarov va G'ayrat apandilar so'z qilib, 1933 va 1944 yillar qurilgan ikki jumhuriyatimizning umumiy ahvoli haqida tafsiliy ma'lumot berdi. 30 va 31 oktyabr kunlari Dünya Uyghur Qurultayi tarafidan Tokioda chaqirilgan Xalqaro Uyg'ur munbiri parlament a'zolari uchrashishi seminariyaga Qirg'iziston Uyg'urlar vakolatan bevosita qatnashgan Ro'zmamat Abdulboqiyev apandim bu haqda tafsiliy ma'lumot va tushuncha berib o'tdi.
muhojiratga butun hayotini Uyg'ur nashriyatchanligini qo'g'dab qilish va uni taraq qildirishga atagan fidokor milliy kurashchilarimizdan Markaziy Istanbuldagi Taklimakan Uyg'ur nashriyatining qurg'uvchisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi nashriyat markazining mudiri Abdijil Turan apandimning bevosita o'rinlashtirishi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur akademiyasi, Sharq Turkiston federatsiyasi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisi, Sharq Turkiston vaqfisi, Dunyo Uyg'ur yozuvchilar uyushmasi, Uyg'ur tadqiqot markazi va Uyg'ur harkat tashkiloti qatorliq tashkilotlarimizning yaqindan moslashib berishi bilan 12 noyabr kuni Istanbulda o'tkazilgan Turkiya Cumhuriyatining qurilganligining 100 yilligini, Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati qurilganligining 90 yilligini va Sharq Turkiston Cumhuriyati qurilganligining 79 yilligini xotirlash muhokama yig'iniga har qaysi ellardan kelgan Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari, Uyg'ur tadqiqotchilar, tarixchilar va akademiklar, shundaqla Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari, tədqiqatçılar və cəmaət ərbablardan olub 500 nəfərdən artıq kişi qatnaşdı. Dünya Uyg'ur qurultayının Türkiyədəki bayanatçısı Professor Dr. Erkin Ahmet əpəndim riyasətçilikdə ötküzülgən məzkur çoğ tipdəki muhakimə yığını İstiqlal marşımız və Abdijil Turan əpəndimnin təbrik sözü bilən başlandı. Muhakimə yığında Dünya Uyg'ur qurultayının muavin reisi, strategiya mutaxassisi Dr. Erkin Ekrem, Türkiyədəki tədqiqatçı Dr. Ömer Qul, Amerikadakı tədqiqatçı Dr. Əsəd Süleyman, Şvetsiyadakı tədqiqatçı Abdüşkür Muhammed, Türkiyədəki tədqiqatçı Dr. Adilcan Əri-Uyğur qatarlıqlar 1933 və 1944 yıllar qurilgan mustaqil ishki cumhuriyatimizning qurilish jarayoni, cumhuriyatlarimizning qurilishiga va yiqilishiga sababchi bo'lgan asosli omillar, ayni chog'dagi Sharq Turkistonning umum vaziyati haqida tafsiliy doklad berib o'tish bilan birga, vatan ichi va sirtida 1949 yildan buyon ishg'oliyatchi kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi ilib berilayotgan turli shaklki milliy harakatlarning tub maqsadining 3-chi bir mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyati qurib chiqishdan iborat ekanligini, Uyg'ur xalqining hech bir zaman Xitoyning mustamlikasini qabul qilmaganligini va mustamlikaga qarshi kurashdan aslo voz kechmaganligini bugun dunyo jamoatchiligining bargan sir ro'shan holda tunib yetayotganligini ifoda qilishdi. Uningdan boshqa yana Amerikadagi Uyg'ur harkat tashkilotining raisi Ro'shan Abbos, Uyg'ur tadqiqot markazining qurg'uvchi raisi Abdulhakim Idris, Sharq Turkiston federatsiyasining raisi Mahmudjon Domillam, Uyg'ur akademiyasining bosh kotibi Abdulhamid Qaraxon, Sharq Turkiston O'limalar birligining raisi Dr. Alimjon Bog'da qatorliqlarmo yig'inda qilgan so'zlarda Uyg'urlarning mustaqillik kurashlaridan aslo voz kechmaydiganligini, muhojiratga Uyg'urlarning mustaqilligiga bo'lgan umid va ishonchlarining kundan kun kuchayib berayotganligini alohida ta'kidlab o'tishdi. Cumhuriyet günümüz münasibati bilan 11 noyabr Amerika Uyg'ur birlashmasi tarafidan Washingtondagi Uyg'ur madaniyat markazida o'tkazilgan tabriklash murosimi intayin ta'sirli va ko'rkam manzaralarga sahna bo'ldi. Istiqlol marshimiz bilan boshlangan murosimga Washington va uning atrofida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan boshqa yana Amerikalik ba'zi tadqiqotchilar va siyosiy arboblar ishtirok qilib, Uyg'urlarning bayram shodligiga o'rtoq bo'ldi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir xonimning bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan tabriklash murosimida so'z qilgan Robiya Qodir xonim Uyg'ur xalqining mustaqillik ko'rishini avlodma-avlod davomlashtirib kelganligini va bu sharafli yo'ldan aslo qaytmaydiganligini, Uyg'ur xalqining hamon bir kuni ayultuzlik ko'k bayrog'imizni Sharq Turkistonning samolarida javlan qildirdiganligini ifoda qildi. Marosimda elga tonilgan tarixchimiz Dr. Nabijon Tursun apandim ishki jumhuriyatimiz haqida ilmiy doklad taqdim qildi. 12 noyabr kuni atdiganda Virginiyadagi Uyg'ur ona tili maktabidagi o'quvchi, o'qituvchi va ota-onalarning qatnashishi bilan bayroq chiqarish murosimi o'tkazildi.
12 noyabr kuni Kanada Sharq Turkiston jamiyatining o'rinlashtirishi bilan Kanada Uyg'ur madaniyat va islom markazida Cumhuriyet kunimizni xotirlash va aziz shehidlarimizni eslash faoliyati o'tkazildi. Faoliyatdan burun Kanada Uyg'ur madaniyat va islom markazi binosining oldida Kanadaning har qaysi rayonlaridan kelgan Uyg'ur qarindoshlarimizning ishtirokida bayroq chiqarish marosimi o'tkazildi. Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi Shavkat Imom Efendim marosimning ichilishida qilgan so'zida Kanadada yashayotgan Uyg'urlarning yaqin tariximizda ikki mustaqil jumhuriyatimizni qurib chiqqan va bizga qimmatli angishtarlarni qoldirib ketgan qahramon ajdodlarimizning ro'yiga varislik qilib, hozir qadar milliy mustaqillik ko'rishimizni izchil davomlashtirib kelganligini va buningdan keyin texim g'ayrat, jasorat va ishonch bilan bu muqaddas ko'rishimizni adoqchi davomlashtiradiganligini ta'kidlab o'tdi. 12 noyabr kuni Angliya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishida Londonda Cumhuriyet kunimizni xotirlash faoliyati o'tkazildi. Faoliyatda Angliya Uyg'ur ona tili maktabining o'quvchilari vatanparvar shoirlarimizning she'rlarini deklamatsiya qilib, ota-onalarning qizg'in olqishiga erishdi. Faoliyat jarayonida so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi London ishxonasining direktori Rayma Mahmud va Angliya Uyg'ur jamiyatining raisi Mayra Isa xonimlar ikki jumhuriyatimizni qurib chiqqan qahramon avlodlarimizning kurash irodasiga varislik qilishning muhimligini ta'kidlashdi. Yaqinqi zaman tariximizda qurilgan mustaqil ikki jumhuriyatimizning jonliq shoidi, navbatda Amerikada yashab turayotgan milliy ustozlarimizdan G'ulomiddin Ahmad Paxta apandim Cumhuriyet kuni munosabati bilan istansimizga yo'llagan tabrik so'zida tovankilarni bayon qildi. Assalomu alaykum, qiymatli, qadrli yurtdoshlarim. Hammanglarning 12 noyabr Cumhuriyet bayramınızı mübarek bolsun deymen. Allah hemminizni bu yat Allah'da bolsun mu birleşip, ittifaklaşıp, karindaş bulup, öz yurtunglarını eslep ötüşünlarını ben sizlerden sorayım. Çünkü biz öz yurtumuzun aralığımızga bazılar, mesela ben ayrılığımga bugün 70 yıl oldu. Öz yurtumni kömedim. Ben çıkan çağda Xitay komünistleri Ürümçi'ye yetip gelip Kaşgar'a geliş aldı tuğan çağda biz Kaşgar'ın kozgulup 11.500'ge yakın Yakan, Hotan, Kaşgar ve aradaki şehirlerden toplanıp 11.500 adam köçüp çıktı. Köçüp çıkan zamanlarda Himalaya dağlarını kar besip ketken. Şundan bozdu mu şu karda bazılarının tutuda ötek yok. Çigizini kesip ötek kalıp yamap bazıları şu karda minip püttürü pakatlamıştan çıkıp ketip yolda kalkan 220 adam şu yolda kağıda kömülüp tükep gitti. Sizler her birimlerinde aeroplan bile uçutlam bu azat dünyaya kelip oldunlar. Onun için ben sizlerge asker tip ötemen o küllerini bu eslep koyunlar.
şu yurttaşlarımla hazır dünyanın her tarafına tarılıp gitti. Öz yurtunu aslaydı ve sizlerimi elbette görüşsenler bağırı basır dep ümit kılıyorum. Onundan başqa yana Yaponiya va Yevropaning boshqa davlatlaridami Cumhuriyet günimizni qutlaqlash marosimlari o'xshamagan shakllarda elib berildi. Kelar qatimliq anglitishimizda bu haqda sizlarga yanama tafsiliy ma'lumot berishga tirishimiz. Hürmetli körümenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduq. Keyin qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.